Zor məğlubiyyət. Avtori Zbigniew Brzezinski. 20-ci əsrdəki kommunizmның güllenişi və ھالاكىتى. 19-cu bab kommunizmның تەرەققىي qılıvatqan dövlətlərinin ىجتىمائىي ئىقتىساد ساھەسىدىكى مەغلۇبىيىتى. 1-ci qism. Kommunizm gerçi bir qancha taraqqi qilmagan dövlətlərdə hakimiyyət tartib alğan bolsunmu, lekin barlıq dövlətlərdəki kommunizm əməliyyəti umumyüzlük məğlubiyyətə uçurdu. Sovet əndissidəki ictimai iqtisad siyasətləri közlənən tərəqqiyat və zamanəviləşiş ata qılalmadı. Ötken 10 yılda qayta körülgen məğlubiyyət 3-cü dünya əllərdə Sovet İttifaqı əndisi və kommunizm nəzriyyəsidən umumyüzlük ümitsizleniş keltirib çıxadı. Dəsləbdə marksizm 2-ci dünya urushidan keyinki mustamlikachilikka qarshi dolqunğa rəhbərlik qılıdığandək göründü. Şuna 3-cü dünya Sovet İttifaqı rəhbərligidəki kommunizm yönəlişigə ilgiri sürüdüğən, tosqılı bolmaydıgan vəziyyət şəkilləndi. Bu xil vəziyyət Xruşovның 50-ci illərinin axırı və 60-cı illərinin başlarındakı arzusuğa aniqlı mas kelidi. Sovet İttifaqı çoğ qədəmdə ilgirləb, iqtisad musobaqada tezla Amerikadan eşib ketishni umid qildi. Shuning bilan birga Sovetning sotsializm qurish tajribasi hammaga mos keladigan haqiqat darajasida hurmatlanadi. Xruşov bu vaqtda zo'q-sho'x bilan talash tartish qilayotgan Indoneziya, Hindiston və bir qism Afrika dövlətlərinə yuqorqidək uçurlarni qizg'inlik bilan tarqatdi. Kommunizm harakati umidvorlikqa to'lgan bu bosqichda Sovet rahbarlarimi o'zlarining dunyoni ikki dushmanlashayotgan lagerga ayrishdek, ya'ni Sovet rahbarligidagi jahongirlik qo'rshovida qolgan sotsializm lageri va Amerika rahbarligidagi tajovuzchi jahongirlar lageri va Amerika vositalik yoki bevosita hukmronlik qilayotgan dunyodagi taraqqiy qilmagan rayonlar an'anaviy qarshini tuzatdi. Xruşov mustamlikasizlashtirish harakati insoniyat tarixidagi muhim bir yangi shayi. Bu yangi shayining taraqqiyotini ilgari surishga ketadigan kuch, Lenin nazariyasi və Sovet İttifaqının qo'llashidan kelgan deb qardi. U bu asosda yangi ozod bo'lgan dövlətlər tinch rayonlarga vakillik qilib, tez suratda sotsializmga o'talaydi. Sovet İttifaqı o'zining harbiy və iqtisodiy yordamlar orqali Sovet İttifaqı tajribasi asosida do'stona nazariya yetakchiligi ta'minlaydi. Jahongirlarning sotsializm harakatining qanot yeyishiga bo'lgan qarshiligini to'sish orqali bu harakatning musofasini tezlatdi. Eng oxiri kapitalizm lageri talto'kis muasiri ichida qoladi degan qarashni o'ttirib qo'ydi. Gerçi dastlabda Xruşov o'ziga tortgan yangidan gullangan davlatning rahbarlaridan hech qaysisi marksizm, leninizm nazariyasini rasmiy qabul qilmagan, o'z hokimiyatlarining nishoni kommunizm qurish ekanligini jakarlamagan bo'lsa-mu. Ammo ularning hammasi sotsializmni mustaqillikdan keyin birinchi bosqichdagi ko'ngildagidek ijtimoiy iqtisod shakli ekanligini qo'lladi. Hindiston, Indoneziya qatorliq bir qism cho'ng davlatlarning yangi hukumati hamda Afrikadagi yangidan gullangan davlatlar o'xshamagan usulda ma'lum shakldagi davlat sotsializmini ilgari surdi. Shundaqla hammasi sotsializm cho'qim o'z davlatiga xos bo'lgan milliy madaniyat bilan birlashishda ching turdi. G'arb Afrikadagi yangi davlat Gvineya rahbari Ahmad Sekou Tur Xruşovның so'ragan savoliga javob berganda
bu hissiyatını ifadaladı. U Afrika xalqi bo'libmi ishchilar sinfi safarbarlik qilgan marksizmning Afrikaning amaliy ahvoliga mos kelmaydigan mazmunlari chiqarib etildi degan. Lekin yangi davlatlarning rahbarlari Sovet ittifoqining yordami o'zlariga haqiqatan foydasi ko'p deb qardi hamda ma'lum alayda siyosiy sababni chiqish qilib Sovet ittifoqi targ'ib qilgan nazariyani qabul qilishni xohladi. Ular Leninning hokimiyat tortib olish va mustahkamlash taktikalariga alayda qiziqdi. O'zining shaxsiy nupuzini mangu saqlab qolish niyatidagi yangi davlatlar huquqdorlari hokimiyat beshidagi partiyaning intizomi cho'qim qattiq, tabiqisi aniq bo'lish degandek nazariyalarga alayda qiziqdi. Ular Leninizmdagi qurol kuchini siyosiy qalqon qilish degan qarashlarning o'zlarining ehtiyojiga mos keladiganligini tezla bayqashdi. Ma'lum darajada Sovet ittifoqi nazariyasini ilgari surish ularning hukmronligini mustahkamlayoladi. Sotsializm orqali jamiyat taraqqiyotini ilgari surib, ularning hokim mutlaq hukmronligiga tarixiy qonunliq isbot ta'min etadi. Shunday qilib, bu xil siyosiy fursatparastlik nazariya sohasining noto'g'ri stilini avjiga ko'tardi. Kishilar bas-basda ma'lum shakldagi sotsializmni davlat qurish asosi va zamonaviylashga tutishadigan qisqa yo'l deb qaraydigan bo'ldi. Lekin bu xil noto'g'ri stil tezla g'oyib bo'ldi. Sovet ta'siri xuddi hashiq pichakdak birdamlik bo'ldi. Sovet rahbarlari Hindiston va Indoneziyadan iborat ikki cho'ng yangi davlatga nurg'un vaqti va zehnini sarf qildi. Lekin bu davlatlarning siyosiy vaziyati kishilarning kommunizmga bo'lgan qiziqishini unumlik burdi. Hindistonda davlat kongressi partiyasining nurg'un kamchiliklari bo'lsa-mu, ham Harold Laski va London iqtisodshunoslik iqimining sotsializm ta'limotini qabul qilgan bo'lsa-mu, ammo parlamentlik tuzumini qo'g'dab, ko'p xil shakldagi aralashma iqtisod tuzumini umumlashtirdi. Indoneziyada kompartiya 1965-yili taqat qilolmay hukumat armiyasi bilan qurolliq to'qinishdi. Natijada o'zining tashkiloti tal-to'kis vayron bo'ldi. Afrika va Latin Amerikasidagi kommunistik partiya programmalarining yo'liga qo'yish mumkinchiligi bir mezgil bordek tuyuldi. Afrikada mustamlikachilik paydo qilgan irqchilik tabiiy holda oshqun siyosiy xohishni ig'irlashtirdi. Afrikaning janubiy qismida bu xohishning kaskinlashishini Janubiy Afrikaning o'zidagi irqiy ayrimchilik tuzumi paydo qilgan. Birli vaqtda yangi mustaqil bo'lgan har qaysi millatlar birlikka kelgan mustahkam milliy ideya kamchil bo'lib, dal birdaklikka kelgan nazariya bu bo'shliqni to'ldirishga hamda siyosiy rahbarlarning ideyasini birlashtirishga muhtoj. Zamonaviylashish sepiga qaytilishga taqozo. Ammo o'ziga xos tarixiy qarshi shakllantirgidek ideya va madaniyat an'anasi kamchil bo'lgan davlatlarga nisbatan aytganda marksizmning ixchamlash nazariyasi tabiiyla zo'r jalb qilish kuchiga ega. Buningdan boshqa yana bir nuqtamo nihoyatda muhim. Chunki ko'p qism Afrika davlatlari Hindiston va Indoneziyadan kichik bo'lg'achqa Sovet ittifoqi ta'minlagan cheklik iqtisodiy yordammo nisbatan ko'rinarli rol o'ynadi. 70-yillarda bir qancha Afrika davlati shunday qilib marksizm nazariyasini qabul qildi va o'zlarining sotsializm qurilishini boshlaganligini jakarladi. Angola, Mozambik, Madagaskar, Kongo, Benin va Efiopiya qatorliq 6 davlat hatto marksizm, leninizmni
dövlət quruşning yetakchi etisi dərəcəsiga көтүрді, hamda o'zlarining sotsializm qurish yo'lida asosan Sovet ittifoqining tajribasi bo'yicha ish ko'rdiganligini ta'kidlashdi. Afrikadagi boshqa 9 davlat: Aljeriya, Liviya, Yeshil tumshuq Jumhuriyati, Gvineya, ya'ni Bissau, Gvineya, San-Tome va Prinsipi Jumhuriyati, Zambiya, Tanzaniya va Yeshil qatorliqlar o'zlarining sotsializm yo'lini tutadiganligini, ammo konkret yo'lga qo'yishda oldi bilan o'z davlat ahvolini o'ylashadiganligini hamda o'zlariga Leninizm tamg'asini urishni xohlamaydiganligini ta'kidlashdi. Lekin yuqorqi davlatlarning hammasi haqiqatan o'zlari ijtimoiy, iqtisod, islohotga rahbarlik qiladigan davlat organlarini qurdi hamda harbiylashgan bir partiyalik hokim mutlaqlikni markaz qilib hokimiyat tashkilladi. Lekin reallik har qaysi davlatlarning sodda hamda sal go'daklarcha sotsializm qizg'inligi va Sovet ittifoqidan umid kutishiga shafqatsiz muomala qildi. Sovet ittifoqining iqtisodiy yordamining ko'lami har qaysi davlatlarning iqtisodiy taraqqiyotida hal qilg'uch rol o'ynay olmadi. Har qaysi davlatlar hukumatlarining boshqarishidagi iqtidorsizligi, xiyonatchilik, parxo'rlik va aslidagi xo'jayin davlatlar bilan iqtisodiy aloqani uzish sababli kelib chiqqan iqtisodiy qalaymiqonchiliklar bu davlatlarning ko'pinchisida iqtisodiy chekinish paydo qildi. Nisbatan boy davlat Liviya yoki siyosiy asosi nisbatan yaxshi bo'lgan davlat Aljeriyalar bo'lsa, tez suratda o'ziga mos bo'lgan ijtimoiy taraqqiyot programmalarini tuzib chiqa oladi. Aljeriyani misolga olsak, Aljeriya o'zini ilgirki xo'jasi Fransiya bilan iqtisodiy hamkorlikni asliga keltirdi. Boshqa davlatlar asosan iqtisodiy turg'unlik holatiga tushib qoldi. Angola va Mozambik qatorliq bir qism davlatlar qabila to'qinishi va siyosiy to'qinish sababidan iqtisodiy vayron bo'ldi. To'qinishquchi bir taraf Sharq guruhidan yordam so'rsa, yana bir taraf Janubiy Afrikaning yordamini oldi. Umumlashtirib aytganda, kommunizmning Afrikadagi siyosiyda qo'lga keltirgan g'alabasi cheklik, ammo mag'lubiyati ro'shan va umumyuzlik bo'ldi. Sotsialistik hokimiyatlarning iqtidorsiz va qabihligi shak shubsizki Efofiyadagi ocharchilikni texmi ig'irlashtirdi. Bu hokimiyat hatto ocharchilikni davlat ichidagi o'qituvchilarni boshqarish vositasi qildi. Afrikaning Sharqi dengiz qirg'og'idagi Tanzaniyaning iqtisodiy kasodchiligi qo'shnisi Keniyaning iqtisodiy taraqqiyoti bilan ro'shan selishtirim bo'ldi. Ya'ni Keniya dogmachilikning cheklimasiga uchirmagan iqtisodiy taraqqiyot yo'lini tutgan. Tanzaniyaning kollektiv yezigilik programmasi usulning zo'r ko'lamda azlab ketishini keltirib chiqargan bo'lib, Keniyaning yezigilik ishlab chiqarishining ish sur'ati Tanzaniyadan 4 darajasi tez bo'lgan. 1980-yildan 1985-yilgacha Keniyaning milliy ishlab chiqarish umumiy qiymati yilga 3.1% sur'atda oshib borgan. Tanzaniyaning eshish nisbati aran 0.8% bo'lgan. O'xshash mezgilda Keniyaning sanoat ishlab chiqarishi yilga 2% oshgan. Ammo Tanzaniyaning aksicha 4.5% tövanlagan. Keniyaning bu vaqtlarning o'lish nisbati saqliqni saqlash, ma'rif va ijtimoiy farovonlik qatorliq jihatlardami ilgirilishi nihoyat tez bo'lgan. G'arbiy Afrika dengiz qirg'og'ida Gvineya prezidenti Seko Tur vafot bo'lishdan burun qilgan ishi 1980-yili Amerikani ziyorat qilish bo'ldi. U Amerika prezidentidan iqtisodiy yordam berishdan boshqa yana iqtisodiy taraqqiyotga yetakchilik qilishni talab qildi.
Шуның bilan birga u yana ilgari Sovet ittifoqiga tayinib Afrika sotsializm dövləti qurishning aldanğanlıq ekanligini og'ziga tegmay og'rindi. Kengaytib aytganda 80-ci yillarga kelganda 3-cü dünyadagi ko'p qism davlatlarda Sovet ittifoqininkini o'zining qilib, hamda bu sabablik uningdan siyosiy kapitalni suzib elib, sotsializmni taraqqiy qildirish nazariyasining obro'yi zo'r darajada tushishga boshladi. Asiya iqtisodiy taraqqiyotining boshlamchisi bo'ldi, ammo ro'shan holda sotsializmsiz usulni qo'llandi. Kommunizm yo'lida mangan Vyetnam, Laos va Kambodjalar ijtimoiy iqtisod mag'lubiyatining gavdalik misoli bo'lib qoldi. Vyetnam garchi har yili Sovet ittifoqidan 2 milliard Amerika dollari qimmatidagi iqtisodiy yordamga erishsimi, ammo guruch mahsuloti uda 2 yil azaydi. Vyetnam yanıla xalqning qo'rsiqini baqalig'idek ashliqni ishlab chiqara olmadi. Xanoy chet ellardan yordam so'raganda 4 million Vyetnamlik ocharchilikda jon talashmoqda edi. Pul paxalligi 700% yetdi. Hukumat 3 milliard Amerika dollari tashqi qarzini vaqtida qaytarishga amalsiz qoldi. Tashqi perevod aziyib faqat 20 million qoldi. O'tmishda Vyetnam kemechilari davlat ichidagi siyosiy va milliy ziyonkashliklar sababidan chet elga qochatdi. Hozir tirikchilik uchun chet elga qochadigan bo'ldi. Buning bilan birga kapitalizm davlati bo'lgan qo'shnisi Taylandning iqtisodiy gullab yashnadi. 80-ci yillarda Taylandning yillik milliy ishlab chiqarish umumiy qiymatining o'sish nisbati taxminan 5% bo'ldi va 1988-yili 9% ga yetkazishni planladi. Bu sabablik Taylandliklar boshqa Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlaridan zo'r darajada eshib ketdi hamda 90-yillarda yangidan gullangan sanoat davlati sepiga kirishda umid bor. Afrikada sotsializm yo'lida mengayotgan ozg'ina necha davlat iqtisodiy kasatchilikqa uchragani yo'q. Balki sotsializm asaratidan qutulmoqchi bo'ldi. Bir mezgil Sovetchi davlat sotsializm yo'lini tutib baqqan har bir Afrika davlatida xususiylashtirish harakatining ovozi barg'ansir shiddatli bo'ldi. Çarek əsrlik müstəqillikdən keyin nurg'unlagan taraqqi qiliyotgan sotsialistik davlatlarning kishi beshiga to'g'ri keladigan milliy ishlab chiqarish qimmati aksicha burunqidan tuvanlab ketdi. Afrikada Sovet ittifoqchi taraqqiyot nazariyasi ko'plagan davlatlarda qarshi ilinmas bo'ldi. Kichikina San Tome va Prinsipi 1975-yili mustaqil bo'lganda hukumat qo'llangan tadbirlarning biri davlat iqtisodining turki bo'lgan kakao ekinzorligini davlat ekinzorligiga o'tkazib olish bo'ldi. 10 yildan keyin Sharqiy Germaniyada o'qib kelgan prezident u ekinzorlikning iqtisodiy unumini yo'qotganligini ko'zda tutib, xususiylarga ekinzorlikni sotmoqchi bo'lganligini jakarladi. Tanzaniya pishiqlab ishlash sanoati va sayohatchilikka o'xshash tadbir qo'llandi. Bir vaqtda yez egiligini kontrol qilishni bo'shashtirdi. Angola shaxslardan savdogar chaqirib, ziyon tortgan davlat igidorchiligidagi korxonalarni setishni planladi. 1986-yildan 1988-yilga qadar Benin, Kongo, Gana va boshqa sotsializm tusi ojiz davlatlarmi o'xshab ketadigan tadbirlarni qo'llandi. Amaliyotda ayni vaqtda barg'ansi ro'shanlashayotgan xatarlik yuzlanish bo'lsa, Sovet ittifoqicha iqtisodiy andizning azobini tortgan ba'zi Afrika davlatlari boshqa bir oshqunlikqa eg'ib chiqish yo'li topmoqchi bo'ldi. Kommunizmning Afrikadagi mag'lubiyati Sovet ittifoqining siyosatiga muqarrar ta'sir ko'rsatdi. Moskvaning siyosati barg'ansiri qaratmalikqa ega bo'ldi.
coğrafiyaviy siyosatga texmi ahamiyat berdi. Nazariya tashviqoti ozladi. iqtisodiy yordammo ozladi. 70 yillarda Sovet ittifoqi sotsializm yo'lida mangmoqchi bo'lgan Afrika davlatlariga beradigan yordamni zo'r darajada azaytib, harakat doirasini asosliqi Angola bilan Efiopiyaga markazlashtirdi. Bunda qilish asosliqi Amerika bilan jo'g'rafiyaviy siyosat ustunlikni talashishni maqsad qilgan bo'lib, Afrika qit'asida ideologiya ko'rishining g'alabasini qo'lga keltirish nishoni ikkinchi o'ringa tushib qoldi. Lekin bu ikki davlat Sovet ittifoqining Afrikadagi asosliq diqqat obyekti bo'lish sifati bilan zo'r badal to'ladi. Efiopiya dunyodagi eng namrat davlatlarning biri bo'lib qoldi. Ya'ni kishi beshiga to'g'ri keladigan yillik ishlab chiqarish umumiy qiymati aran 110 Amerika dollari bo'lgan. Angola bo'lsa Sovet ittifoqi rasxod va to'liqlama bergan. 50 ming Kuba askari bilan qilgan ichki urushda parchalandi. Sovet ittifoqining jo'g'rafiyaviy siyosat yo'nalishining izchillashishi 80-yillarga qadar yanada davomlashdi hamda uda tezlashdi. Sovet ittifoqi diqqatini davlat ichidagi islohotga og'dirgan bo'lib, buning bilan Sovet ittifoqining dunyo miqyosidagi kommunizmning hashiq pichakdak ichilib turadigan kelgusidan qattiq umidsizlanganligidan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. 80-yillarning o'ttirlariga kelganda Afrikadagi Sovet mutaxassislari yerliklarni dunyo bozoriga qaytib, chet el mablag'ini jalb qilish orqali o'zlarining iqtisodiy masalalarini hal qilishga ilhomlantirishga boshladi. Bu Sovet ittifoqining hamda Afrika davlatlarining taraqqiyotiga mablag' ta'minlamaydiganligini ifodalab berdi. Afrika bilan kommunizmning uchrashishi mana shundoq o'zaro umidsizlikka aylanib oxirlashdi. Marksizmlik qarash bilan o'lchaganda kommunizmning Latin Amerikasidagi amaliyotimi kishini umidsizlantirdi. Mayli amaliyat yoki nazariya nuqtasidan qaraganda Latin Amerikasidagi ahvol Sovet ittifoqini yoki Latin Amerikasi kommunistlarni rozi qila olmadi. Darvaqa strategiya nuqtasidan qaraganda kommunizmning 1950-yillarning oxirida Kubada va 1970-yillarning oxirida Nikaraguada qo'lga keltirgan g'alabalari mo'yin bo'sish xarakterlik ahamiyatga ega bo'lib, Kompartiya oxiri g'arbiy yarim sharga oyoq besib, yiltiz torta oldi. Bu rayondagi hal qilg'uch Jahongir davlat xiris oldida ilojsiz qoldi. Bu nuqta inkor qilg'ili bo'lmaydigan tarixiy ahamiyatga ega. Kubadagi g'alabasi Sovet ittifoqi qo'llagan hokimiyat dunyodagi eng qudratli kapitalistik davlatlarning tumshug'i ostidami qurishqa bo'ladi hamda Kubani chiqish qilib, kommunizm inqilobining o'tini butkul Latin Amerikasiga tutashtira oladi. Latin Amerikasining konkret ahvolini, bo'libmi uning iqtisodiy jihatdan qudratli bo'lgan shimoldagi qo'shnisi bilan chiqisholmaydiganligini nazarga olganda, yana bu rayondagi ijtimoiy iqtisodiy sharoitning marksizmning klassik nazariyasiga asosan mos keladiganligini ko'zda tutganda, inqilob o'tining bu yerda tutishiga yetarlik asos bor. Yer maydoni zo'r, ahvoli intayin murakkab, bu rayonga 2-3 eg'iz so'z bilan har qanday xulosa chiqarish mumkin bo'lmasimi? Ammo taxminan qilib aytganda, bugungi Latin Amerikasining ahvoli bilan ayni vaqtdagi marksizm ta'limoti bosh ko'targan chog'dagi jamiyat ahvoli intayin yaqinlashadi. Latin Amerikasining yezi iqtisodiy asosan feodal tuzumni asos qilgan cho'ng ekinzorliqlar yersiz dehqonlarning amgaki bilan yurishidi.
Dehqonlarning ko'pinchisi chala savat indian avlodlari bo'lib, pat-pat xo'rlanishga uchrab turadi. Bu rayondagi tez suratda taraqqiy qilgan shaharlar zo'r turkumdagi uy makonsiz dehqonlarni qabul qildi. Eqib kirgan dehqonlar ishsiz yoki yerim ishsiz bo'lib qoldi. Shaharda yana siyosiy jihatdan barg'ansiri jonlanayotgan o'ttira burjuaziya va parazit sanildigan, ammo siyosiy huquqi zo'r bo'lgan byurokratlar, harbiylar qatlami o'ltiraqlashgan. Bu rayonning iqtisodiy taraqqiyoti intayin tangpongsiz. Ba'zi davlatlarda sanoat texnikasi uchqandek taraqqiy qilgan, yezilar intayin qaloq ahvollar doim ko'rilib turdi. Bu rayondagi davlatlarning iqtisodi dunyo tovar bozoridagi baho tavrinishining ta'siriga osonla uchraydi. 70-yillarda ko'plab eqib kirgan neft dollari sababli paydo bo'lgan qatma-qat qarzlar bu rayonning umumyuzlik taraqqiyoti uchun qiyinchilik tug'dirdi. Buningdan boshqa dunyoning oldingi qatorda turadigan tug'ilish nisbati ko'tarib chiqargan nopusning partilishi hozirgi mavjud bo'lgan ijtimoiy qurilmaga ofat xarakterlik besim shakllantirdi. Shunga oz degandimi necha Latin Amerikasi davlatida marksizmning tipik inqilob sharoiti hozirlangan edi. Buningdan boshqa Latin Amerikasidagi Amerikaga qarshi kayfiyat umumyuzlik holda mavjud bo'lib, Latin Amerikasiga xos bo'lgan bu oshqun omil marksizmlik inqilobning hissiy va ideviy harakatlantirgich kuchi edi. Amerikaga qarshi kayfiyatning darajasi har qaysi davlatlarda farqli. Gerçi faqat Meksika, Kuba va O'rta Amerikadagi necha davlat Amerikaning kengaymichilik va chat kirvilishi siyosatining azobini tortgan bo'lsa-mu, ammo umumiy aytganda Latin Amerikasidagi barliq davlatlardagi ijtimoiy qatlamida bo'libmi ziyoli va o'quvchilar orasida millatchilik va marksizm o'rtaq qo'zg'agan Amerikaga qarshi kayfiyat umumyuzlik mavjud edi. Kishilar Amerikani kengaymichilik qildi, ekspluatatsiya qildi, haqoratlik qildi deb qarabli qolmasdan, yana Amerikaning madaniyati qo'pol, chakana, pul uchun vosita tanlamaydi deb qaraydi. Jamoat fikri zotlari orasida keng tarqalgan Amerikaga qarshi qarashlar kishiga so'lchil Salonning necha 10 yil burun Parijda keng tarqalgan so'zlarini eslatadi. Latin Amerikasida kishilar eng cho'qindigan shaxs Che Guevara o'zining eng inqilobiy usuli bilan Amerikaga qarshi kayfiyatni gavdalik ifodalagan. U o'chqalda Amerikani insoniyatning cho'ng dushmani deb jakarladi. U Castro'danmi kaskin obro'yliq 60-yillarning oxiri va 70-yillarda inqilobning simvoli bo'lib qolgan edi. Uningcha inqilob g'alaba qilish uchun jamiyatga emas, yana Amerikaga qarshi turish kerak. Kuba inqilobining g'alabasidan keyin u keng ko'lamlik rayon xarakterlik inqilobning yetib kelganligiga cheksiz ishongan va inqilob taqozzosida bo'lgan. Qurol kuchi bilan jamiyat va Amerikaga qarshi turadigan payt pishib yetildi. Uning qarashicha jamiyatda mavjud barliq bid'at, nuqsonlarning yiltizini Amerika yo'lagan va foydalangan edi. Shunga har qanday haqiqiy bir inqilobiy kurash cho'qim Amerikadan iborat bu asosli dushmanga qartilishi kerak edi. Ayni yillarda bu nazariya ba'zi davlatlar, ya'ni asosligi Bolviya va Venezuelada romantik tusga ega inqilobiy partizanlik harakatlarining yetakchi ideyasi bo'lib qoldi. 1967-yili Che Guevaraning Bolviyada qo'lga elinishi hamda etib etilishi Latin Amerikasidagi inqilob hayvisiga belgilik zarba bo'ldi. Sovet ittifoqlilar va Castro
Che Guevaraның inqilobiy romantizmini qo'llamadi. Ular belgilik tavakkülçilik psixikasi bilan avval g'arbiy yarim sharda qurilgan kommunizm bazirini mustahkamlab, ondan inqilobni kengaytirish niyatida edi. Lekin Che Guevaraның Amerika qarshi turish vasiyati hamda ijtimoiy inqilob va Amerika qarshi kurash qilishni birlashtirish usuli davomliq siyosiy ta'sir paydo qildi hamda Latin Amerikasida kommunizmning uzun mezgillik strategiyasining ideya asosini ilgari surdi. Che Guevaraның vasiyati va Sovet ittifoqining umidi ozodlik iloyatchiligining maydonga chiqishi turtkisida siyosiy jihatda bir mezgil o'zining aslidagi hayotiy kuchi va mavjudligini asliga keltirdi. Atalmış ozodlik iloyatchiligi xristian dinining ojiz avomga ich og'irtishi va Marksning kapitalizmning jinoyatiga bo'lgan tahlilini o'zaro birlashtirilgan iloyat nazariyasidir. Bu iloyat nazariyasiga asosan Amerika kapitalizmi cho'qim yo'qotish kerak bo'lgan iblisning mujassimi bo'lib qoldi. Amerika kapitalizmi Latin Amerikasining beqinma o'rnini belgilagan bo'lib, bu beqinma holat nomrod Latin Amerikasi ommasini uzun muddat davlat va shaxsning zulmiga selib qo'ygan edi. Bu iloyatchilikning ismi 1971 yil nashr qilingan katalog iloyatshunos Gustav Kotrezning bozorliq kitobi Ozodlik iloyatchiligidan kelgan. Bu kitob ijtimoiy masalalar va Amerika qarshi kuchli kayfiyatga to'lgan bo'lib, kishilarning ro'yi dunyosiga katalog diniy yetakchilik qiladigan Latin Amerika rayonida keng ommaning birdak inkas qaytirishini keltirib chiqardi. Xuddi Gustavning aytganidek, ezilgan hukmronlik qiling'uchi Latin Amerikasiga nisbatan aytganda jiddiy ehtiyojligi taraqqiyot emas, balki ozodlik. Latin Amerikasidagi nurg'un davlatlarga nisbatan aytganda ozodlik hamon zo'ravonlik yo'lida mangadi. Davomi bor.